Videoda oxirigacha ko'rsangiz lokatsiyalarini tushuntirib o'taman. Sudlangan dumba so'ragan mijozlarimizga tugab qoldi, olib kelib qo'ydik, bemalol kelaverasizlar. Undan tashqari bizda qazi, xom ot go'shti, laqim. Narxi 130 ming laqim go'shtimiz, qazimiz 140 ming so'm kilosi. Pishgan qazilarimiz 280 mingdan. Har xil assortimentdagi ruletlar, toy tarash, mol go'shti, murchli, achchig'i, qo'y go'shti rulet. Bu sirli ruletimiz, til ruletimiz, tovuq go'shtli qazimiz yangilik bo'ldi. Bu ham tushunkalar. Qo'y tilida, mol tilida, mol go'shtida kichkina katta tushunkalar. Undan tashqari qimizlarimiz va norinni ham nomer 1 Marlonda eng zo'r norin, bemalol kelib tatib ko'rib olaverasizlar. Narxlarini so'ragan mijozlarimizga opisiyaniyada batafsil narxlarini yozib qoldiraman. Bemalol tanishib chiqishingiz mumkin. Kirgili mostdan tushish, Anvar Qassob svetofordan o'tganlaringda chap qo'llaringda bu tomon Kombinat Taxta bozoridan kelish, Anvar Qassob svetoforga yetmasdan o'ng qo'llaringda